Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi zakasimizni ham Namanganga chiqarib oryapmiz 50 raqamda. Akamiz o'zlari kelib, reyolar yuklab olib ketishyapti. Ko'p joylarni ko'rib kelishibdi. Bizga ma'qul kelgan. Mana shu yerdan olishdi, mana o'zimizdan olishdi. Xo'p, zakasga motorlarni 37 kW qilib berdik. Двойной reduktorda bitta 40, bitta 50 lik reduktor qo'yib berdik. Baquvvat, ulutkalarimiz ham yaxshisidan. 300 kvadrat bunker o'ng tarafda bo'lgan. Bunker ham o'sha 130-135 kg atrofida ko'mir eltadi, oladi. Xudo xohlasa mana borib ishlatib, imkon bo'lsa aytamiz, videolarni tashlab berishadi yoqqandan keyin. Kelib bemalol zakaz beraverasizlar. Bu tarafda har xil tayyor bo'lyapti. 150, 300, bu yoqdagilar bir qator fonni 200, orqadagilar ham 200, bu yoqda ham 300 taliklar chiqib kelyapti. Zakaz beraverasizlar. 150 dan tortib hozirgacha 500 talikgacha tezlatib qilib beryapmiz. 800 ming taliklarni ham xudo xolasa zapas qilib qo'yamiz. Ularni ham odatda zakazga tayyorlayapmiz. Chiqarib tayyor qilib qo'yganimiz yo'q. 150 taliklarimiz Namanganga chiqib ketish kerak. Bemalol zakaz beraverasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha tezlatib yetkazib beramiz.